Akalar, paralonni sifatiga faqat xalq baho bera oladi, iste'molchi baho bera oladi, sotuvchi emas. Bu videoni paralonchilar va paralon sotuvchilar oxirigacha ko'ringlar. Bittasi do'zaxga tushib qolibdi-da. Bir yengilligi bor ekan, qaysi qozonda qaynashingni o'zing tanla deyishdi. Bunda borsa bittasi hali qozon qaynab yotganimiz shu ustiga og'ir tosh botirib, ustiga toshlar qo'yib qo'yilganmish. Bu yerda kimlar bor debdi. Ya, debdi, bu yerda yahudiylar bor debdi. Nimaga buncha tosh bosib qo'ygansizlar boshqa? Debdi, bu yerga ehtiyot bo'lib qarash kerak deyishdi. Bittasi chiqsa bo'ldi debdi. Qolgan tortib tushib ketadi debdi. Ikkinchisi borsa qozon qaynab yotibdi, yarim ochiq ekan. Bu yerda kimlar bor? Bu yerda ruslar debdi. Yer qochib ketmaydi, chiqib ketmaymiz. Sanchiqni bir-biriga tashlab yotaveradilar debdi. Uchinchisi borsa, uchinchi qozonning usti tamoman ochiq emish. Qozonda hali chuqurligi buncha baland emasmish. Bu yerda kimlar bor? Bu yerda o'zbeklar debdi. Iya debdi. Qochib chiqib ketmaydimi bir sakrab? Ha, yo'q debdi. Bemalol o'tgan nazoratchimi u debdi. Nimaga desa, bittasi chiqaman desa, 10tasi oyog'idan tortadi.